Birodalar, biz Alloh taoloni tanisak, Alloh taoloni hukmlarini, hikmatini tushunsak, dinni o'rgansak, Allohni tanisak, tamom. Hamma muammo hal bo'ladi. Ishonasizlarmi? Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi? Muammolaring qolmadi. Hamma muammolaring yechiladi. Bu nima degani? Sen haqiqatan Allohni tanigan bo'lsang, Allohni Rob ekaniga, yaratuvchi ekaniga, ko'rib, bilib, kuzatuvchi ekaniga, har narsaga qodir ekaniga, Razzoq ekaniga, G'ofurur Rohim ekanligiga ishonching komil bo'lsa, sen gunoh qilmay qo'yasan. Gunoh qilmay qo'ydingmi? Muammo yechildi. Nima uchun? Chunki ustimizga kelayotgan qanaqa muammo bo'lmasin, birodarlar, o'zimizni qilayotgan gunohimiz sababidan keladi. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Mana dalil. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. Qanaqa musibat yetmasin? Bima kasabat aydikum. O'zingizlar xohishlari bilan, ixtiyoringlar bilan qilgan ish sababidan keladi. Yana Alloh hamma gunohga jazo bermaydi, ko'pini kechirib turadi.